Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi dasturimiz davomida prokuratura xodimi xususiy klinikada burnini operatsiya qildirgach vafot etdi. Hokim noqonuniy radarlarni olib tashlashni so'radi. Endi shular haqida batafsil. Prokuratura xodimi xususiy klinikada burnini operatsiya qildirgach vafot etdi. Farg'ona viloyatidagi xususiy klinikada burun suyagini operatsiya qildirishga borgan 32 yoshli prokuratura xodimi vafot etdi. Bu haqda qalampir.uz ga marhumning turmush o'rtog'i ma'lum qildi. Uning bildirishicha, erkak Farg'onadagi xususiy klinikalardan biriga burun suyagini operatsiya qildirish uchun o'z oyog'i bilan kirgan, biroq qaytib chiqmagan. Nahotki sog'lom odam doktor xatosi bilan hayotdan ketishi mumkin. 3 farzandim otasiz qoldi deydi erkakning turmush o'rtog'i o'z murojaatida. Qalampir.uz voqeaga aniqlik kiritish maqsadida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov bilan bog'landi. Uning bildirishicha, mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv harakatlari har tomonlama, to'liq va xolisona o'tkazilishi va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Ma'lumot uchun, marhum M.M. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Farg'ona viloyati boshqarmasi tezkor bo'limi tezkor vakili lavozimida ishlagan deyilgan xabarda. Hokim noqonuniy radarlarni olib tashlashni so'radi. Namangan shahar hokimi viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'idan hududlarda noqonuniy o'rnatilgan radarlarni olib tashlashni so'radi. Hokim shu haqdagi xatni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga yo'lladi. Hokimga ko'ra, jamoatchilik vakillari va yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar va muhokama yig'ilishlarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'rnatilgan yo'l harakati qoidalari buzilishlarini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari tomonidan jarimalarning qo'llanilishidan norozilik kayfiyatlar ortib borishi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda salbiy fikrlar bildirilishiga sabab bo'lmoqda. Uning qo'shimcha qilishicha, bino inshootlarining tom qismlari shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalari tasarrufidagi yoritish tayanchlariga belgilangan me'yorlarga zid ravishda o'rnatilgan fotoradarlar tomonidan jarimalarning qo'llanilishi Namangan shahrining fuqarolariga moddiy va ma'naviy zarar keltirmoqda. Hokim o'z xatida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'idan Namangan shahri va shahar tarkibidagi Davlatobod hamda Yangi Namangan tumanlarida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21 apreldagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 232 sonli qaroriga asosan tadbirkorlik subyektlari tomonidan avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilishganligini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dastur texnik vositalarini o'rnatish va ekspluatatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomga zid ravishda o'rnatilgan kameralarni CAT tizimidan o'chirishni hamda ular tomonidan qayd etilgan qoidabuzarliklarga jarimalar qo'llash ishlarini to'xtatishni, faqat ulardan xavfsizlik maqsadida foydalanishni so'ragan deyilgan xabarda.